Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima gruppisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Nafas havoga aylanganda. Xotima. Lucy Kalandi. Qoldirib ketding baldek ikki miros. Bir muhabbat gar nisb bo'lsa, Tangrimu aytatdi rahmat. Qoldirib ketding azob chekini. Dengizdek cheksiz edi kengligi. Zaman va mangulik orasida manga tasadduq o'chmas ruhingni. Pavel 2015-yili 3-ayning 9-kuni dushanba 8 oy burun qizimiz Kaydi tug'ilgan tug'ut uyiga taxminan 180 metr keladigan kesal karvatida vafot bo'ldi. Kaydining tug'ilgan kunidan Pavelning vafotiga bo'lgan oraliqda agar siz bizning mahalladagi kavobxonada kavob yegash, pivo ichib kulishib o'tirganimizni, chachlari qop-qora, kirpiklari uzun bir bovoqning yenimizdagi bovoqlar harvasida bahramon uxlayotgan holatini ko'rgan bo'lsangiz, Pavelning 1 yilga qolmay tugab ketadiganligini aslo faraz qila olmaydingiz. Bundaq bularni bizmi o'ylab yetolmagan edik albatta. Qizimiz Kaydi 5 oylik bo'lib, tunji Rojdestvo bayramini o'tkazgan kunlarda Pavelning rak kasaliga berilgan birlamchi sapdora Tarsiva va ikkilamchi sap bo'lgan ximiyalik davolash kor qilmagandan keyin tavsiya qilingan uchlamchi sap dorilarga qarshilik shakllantirilganligi ma'lum bo'ldi. Shu yili Rojdestvo bayramida Pavelning bolaligi o'tgan Arizona shtatining Kingman shahridagi cho'ng uyga yig'ildik. Bu yig'ilishda qizimiz Kaydi tunji qitim qattiq yemaklikni tetib baqdi. U shakar qo'mishi surati tushirilgan baldaqliq uxlash kiyimi kiygan holda barangi qiyomini makashlaydi. Uy ichi sham yo'riqi va kulki sadolarga to'lgan edi. Pavel keyingi eydan boshlab madoridan ketishga boshladi. Qayg'uga to'lgan kunlarimizdami u yanala xushal minutlardan hozirlanadi. Biz aram bag'ish kashlik o'ltirishlarni o'rinlashtirdik. Bir-birimizni bag'rimizga bosdik. Qizimizning nurliq ko'zlari va salmoq beqishlaridan shodlandik. Pavel bo'lsa yung adyolga yuginib, o'rindiqda qiysiib o'ltirib yeziqchilik qiladi. Pavel umrining oxiridagi barliq vaqtini mazkur kitobni yezib bitirishga qaratdi. Zimiston ketib, bahorning qadami yaqinlashgancha, qo'rodagi magnoliya gullari ham yo'g'on, ham aldirang bo'k baraqsan echilgan edi. Ammo Pavelning salomatligi kundan-kunga nacharlashib ketyotdi. Fevralning oxirlariga borganda u oksigen sömürmesi bo'lmaydigan holatga kelib qoldi. Men uning qo'lma takkizmagan tushlik tomoqini, atdiganlik tomoqini to'kkan axlat chelkaga opirib to'kdim. Necha soatlardan keyin kashlik tomoqni ham shunday qilishga majbur bo'latdim. U burun atdiganlik nashtilikda men tayyorlagan arsig'i tuxum, qiza, pishloq silingan sandvichni to'lim ishtaha bilan yeydi. Ammo uning ishtahasining tutilishiga agishib, boshda uningga tuxum bilan bolka tayyorlaydigan bo'ldim. Keyin tuxumni tayyorladim. Ammo oxirga kelib, u hech narsa yeyolmaydigan bosqichga kelib qoldi. Hatto uningga liq kaloriyaga to'lgan eng omroq meva qitiq aralashma sharbati tayyorlab bersam, uning ishtahasini qo'zg'ay olmaydi. Aram elish vaqti oldiga surildi. Pavelning ovozi üzülüp tasti chiqadi. Ko'ngli ilishligan bearamchilikqa pasaydigandek emas edi. CT bilan menga MRI natijasi uning o'pkasidagi rakning texmi eg'irlashganligini ko'rsatib turadi. Yana mengisida yangi ko'paygan o'sma bor edi. U bo'lsa-mu night kam uchraydigan, badanga tez yamiraydigan, nerv sistemasining ojizlashini tezlashtiradigan ming yumshoq pardasi o'sma o'zgarishi bo'lib, tekshirish dokladida aniq ko'rinib turadi. Bu xabar Pavelga bahli cho'ng zarba bo'ldi. U gapmi qilmadi.
bir nervi tashqi kasalliklar doktori bo'lish sufti bilan nimalarning uni kutib turayotganligi ko'ngliga besh qo'ldek ayon edi. Gerçi Pavel o'zining qanchalik vaqt qolganini qabul qila olgan bo'lsa-mu, ammo nervi sistemasining chekinishi bir yangi buzg'unchilik bo'lib, ma'nisiz azobli kelgusidan derak beradi. Biz Pavelning o'sma kasalliklari doktori bilan keyingi bosqichda qanday qilganda uning kayfiyatini yaxshi holatda saqlab qolg'ili bo'ladiganligi haqida suhbatlashdik. Bizni bir qitimliq klinikalik sinoqqa o'rinlashtirdi. Ya'ni bir nervi o'sma kesili mutaxassisdan maslahat so'rash ham bu mutaxassisning eng qobiliyatli parvarish qilish guruhi bilan Pavelning u olamga qaytish oldidagi kutinishi haqida tanlashni birlikda maslahat qildik. Bunda qilishimiz butunlay Pavelning qiyib qolgan ozg'ina vaqtini ahamiyatli, sifatli o'tkazish uchun edi. O'zimni besib olishga tirishgan bo'lsam-mu, uning azoblarini yana necha hafta vaqt qolganligini o'ylaganimda yuragim bardoshlik berib bo'lolmayotdi. Biz qo'l tutishgan ashu daqiqalarda uning dafn marosimini o'ylab qolatdim. Men Pavelning yana qanchalik vaqt qolganini bilmaydim. Shanba kuni. Ya'ni Pavelga tava eng oxirgi shanba kunini biz bir oila kishilari yotoq uyimizning balkonida o'tkazdik. Pavel Kaydini quchqig'i ilib, yo'lanchuklik o'rindiqda o'ltiradi. Pavelning dadasi mening o'rindiqimda. Apsi bo'lsa men bilan birga kerisloda o'ltirdik. Pavel Kaydiga naqsh aytib bergan vaqtda Kaydi kulimsirmoqda edi. U Pavelning burnidagi oksigen toshish naytisiga diqqat qilmagandek qiladi. Uni yo'qlab kelguchilardan saqlang'ashqimikin, Pavelning dunyosi texim kichiklab ketgan edi. U menga Gerçi men ularni ko'rib tura olmasam-mu, ammo men ularni yaxshi ko'raman. Do'stligimizni qadrlayman. Bu xil munosabatni bir qadah Ardibek viskisi o'zgartirolmaydi dedi. U kuni Pavel hech nima yozmadi. Bu kitobning qo'l yozmasi oralli yerimlashgan edi. Hozir bu kitobni tugitishga mag'duri vaqti qolmaganligi o'ziga ayon edi. Klinikalik sinoq uchun Pavel o'zining necha vaqtdan buyon ichib kelgan dorisini to'xtatgan edi. Albatta bu dorilar allburun uning bu rak hujayrasini tizginlashiga kor qilmayotdi. Dorini to'xtatgandan keyin rak hujayrasining har vaqt tez ko'payish, hatto tuyuqsiz portlashdek xavflari bor edi. Shunlashqa uning o'sma kasalligi doktori meni har vaqt Pavelning so'z harakatlarini sing'i elishimni aytdi. U shanba kuni Aprel eng qabih bir oy deb mehmonxonada yuqori ovozda she'r deklamasiya qilyotdi. Men sing'i elish uchun uningga T.S. Eliotning Cho'l bayovon nomli asrini tanlab bergan edim. Aslima va orzuni bir gavda qilib, sug'urayli yildizni bahor yomg'irida, garchi bu vazifaning bir qismi bo'lmasa-mu, u kitobni tiziga qo'yib, davomli kallasida qolgani bo'yicha kitobni yodlayotdi. Bu manzarani ko'rib, hammalar kulishib ketdi. Mana bu haqiqiy u, dedi qiynabam. Ikkinchi kuni biz bir tinch amon yakshanba o'tkazish istikida edik. Agar Pavelning salomatligi yaxshiroq bo'lsa, biz cherkovga berishni, ondan Kaydi va Navir akasini birga elib, tog' ustidagi bog'chaga berib, ilangich uchirib o'ynab kelishni o'ylashgan edik. Albatta, yaqinda kelgan qayg'uli xabarni nazm qilg'ach, azobni bo'lishatdik va qolgan vaqtimizning payzini suratdik. Afsus. Biz o'zimizni qochirgan vaqt bemahal yetib keldi. Yakshanba kuni sahardala men Pavelning peshonasini tutib, uning qattiq qizib ketganini his qildim. Garchi u shunday tinch aram elib, boshqa ahvol bo'lsin-u, uning qizitmasi 104 Fahrenheit, ya'ni 40 Selsiya gradusga chiqib ketgan edi. Bir necha soat ketmagan vaqt ichida biz jiddiy qutqizish uyiga necha qatim kirib chiqdik. Pavelning ota-onasi yana Sumanmi bor edi. Pavelning o'pkasiga qarta yolliq qaytarish dorisi urib bo'lib, chunki ko'krak qismini suratga oldirish orqali uning o'pkasida o'simlar yamrab, yolliqlanishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Hammaylar birga uyga qaytib keldik. Pavel shu tushdan keyin shundoq jimjit aram olgan bo'lsa-mu, rak hujayralarining tez tarqalishidan muqandaq kesili ig'irlashib ketdi. Uning uyqudagi holatiga qarab, o'zimni tutib ololmay yig'lab selib, mehmonxona uyiga asta chiqib ketdim.
U yerda Paulning dadisimi yig'layotdi. Men allaqachon uni seg'ingan edim. Yakshanba kechda Paulning ahvoli tuyuqsiz bakli og'irlashdi. U karvatning yon tarafida o'ltirgan vaqtda nafaslari to'lma qiyilishib ketyotdi. Bu ahvolni ko'rib men darhol jiddiy qutqizish mashinasini chaqirdim. Biz jiddiy qutqizish uyiga yana qayta kirganimizda Paulning ota-onasi orqamizdan agishib kelyotdi. U beshini menga burdi va ostog'ina menga pichirlab, "Hayotim mushundoq oxirlashadigan o'xshaydi", dedi. "Men siz bilan har vaqt billa", dedim men. Doktor sesiralar avvalgidekla Paulni qizg'inlik bilan kutib oldi. Ammo uning ahvolini ko'ribla shundoq tez harakatga keldi. Ham dastlabki qadamlik tekshirishdan keyin tezla uning burun va og'ziga oksigen maskasini qo'ydi. Bu BiPAP orqali oksigen bilan ta'minlaydi. BiPAP bo'lsa nafaslanishga yordam beruvchi bir sistema. Yuqori besimdagi mexanikalik havo iqimi orqali uning nafaslanishiga yordam qiladigan bo'lib, Paulning har bir nafasni elishida ishining ko'pini o'rindaydi. Gerçi BiPAPning nafaslanishga yordami bo'lsa-mu, ammo bemor uchun aytganda yanada oson emas edi. U xuddi beshini tez mengayotgan mashinaning derisidan sirtiga chiqarib olgan itga o'xshash bemorni beorom qilib, har qaytim nafas olganda tilini sirtga chiqarishga sabab bo'ladi. Yana u asbobning ovozi yuqori va qo'pol bo'lib, ishlatgan bemorga nisbatan nafas olish mushkul bir ish bo'lib qoladi. Men u yotgan kasal yo'tkash arvasiga yo'linib turib, uning qo'lini tutgan holda turganimda, mashinaning har nafasda vush, vush qilgan ovozi quloqqa olinadi. Paulning qinidagi karbon dioksid miqdori yuqorilab ketgan bo'lib, bu nafaslanishning uningga qanchalik tez tuyulayotganligidan darak beradi. Uning qon tekshirish natijasida ma'lum bo'lishicha, uning badanining ojizlashishi va o'pka kasalining og'irlashishiga ergishib, uningdagi ortiqcha karbon dioksid miqdori kundan kunga oshmayotadi. Chunki uning miyasi normaldan yuqori karbon dioksidlik muhitga asta-asta ko'nib qelyotadi. U o'zimi bir doktor bo'lg'achqa, tekshirish natijasining bir mudhish ishdan xabar beradiganligi uning besh qo'ldek ayon edi. Menmi bu ishlarni tushunatdim. Paul hamroh bo'lib, og'ir kasallar parvishxonasiga kirdim. U yer ilgari Paulning bemorlari menga operatsiyasidan keyin parvish qilinadigan joy bo'lib, karvat atrofidagi o'rindiqlarda odatda bemorning oilasidagilar o'ltiradi. Menga nechta kirgizilish zarurmikan? So'rdi u bir qitim uskuna orqali nafaslanib yetib. Va yana, "Menga nechta kirgizilamdikan?" deb so'radi. Butun kecha u yana shu savolni so'rab, doktori va oilasidagilar bilan shundaqla men bilan paranglashdi. Yarim kecha bo'lganda uningga mas'ul bosh doktor keldi va Paulning davolanishiga qarta bir qancha tanlashning borligini oilasidagilarga aytib o'tdi. U BiPAPning faqat bir vaqtlik tanlash ekanligini, amdiki qolgan usulda naychi kirgizish va bir sun'iy nafaslantirgich o'rnatish lozimligini aytdi. Oxirida u bu usulni u xohlamdi deb so'rab qo'ydi. Endilikdagi muhim masala bo'lsa, tasodifiy nafaslanish mag'lub bo'lishdan qanday saqlanish kerak? Paulning ahvoli nafaslantirgichdan ayrilolmagudek darajada og'irlab ketarmi degan savol odamni eng andishiga soladi. Kallasidan ketarmi? A'zolari kasal sababli zaiflashib, aqlidan ham jinidan ayrilibmi qolarmi? Doktor bo'lib siftimiz bilan bundaq jarayonlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Paul bo'lsa boshqa bir yo'lni, garchi bu usul uni texmi tez o'limga ilib borsa-mu, texmi yiqishliqroq davolash, ya'ni kanoyga nech kirgizishni o'ylashmoqda edi. Men bu qiyinchiliklarni yengib ketdim degandimi? Kallada rak kesildan boshqa xiyol yo'q, undaq kelgusining ahamiyatimi yo'q deb o'ylayman, dedi u. Paulning opasi uning so'zlarini anglab, umidsizlanganicha gap qistirdi. Bugun hech qanday qaror chiqarmaylik, Paul. Hammamiz aram olaylik. O'zining hushsizlanish oldidagi statistika natijasini ko'rgandan keyin Paul oxiri qo'shildi. Uningga ich og'irg'ani sezsira, uningga ortiq adyol akirib berdi. Men yaltiroq chiroqni o'chirib etdim. Paul tong otarga yaqin azroq ko'zini yumdi. Uning dadasi uningga hamroh bo'lib qoldi. Men yondagi uyda azroq uxlab oldim. Barliq energiyamni yig'ib o'zimni kuchlantirishni o'ylaydim. Chunki atining hayotimdagi eng tasbir kun bo'lishi aniq edi.
Mən səhər saat 6-larda müdürgünümcə Paulның yatqığı kirdim. Çıraqның nuri yanıla şuncha xunuk. Onunğa ulanğan ig'ir kasal parvish mashinasi to'xtamay tetitlab turadi. Paul ko'zini ochdi. Biz yana shu yiqishliqroq davolash to'g'risida paranglashgan bo'ldik. Uning badanining zaiflashishiga qarata bak kuchlik vositalarni ishlatib, qarishliq ko'rsatishdan tortib, qachonlarda uyga chiqib kelsa bo'ladiganligini o'ylashdik. Gerçi uni uyga borguncha yo'lda ketib qolarmi deb ansirab tursammi, uningga agar uni uyga qaytqusi kelganlar bo'lsa, har qanday qilib bo'lsa-mu, uni uyga elib ketadiganligimni aytdim. Balkim uningga ma'qul deganim, uni aromida qo'yganim. Biz izlayotgan rohatrak davo bo'lsa kerak. Yoki uyni bu yerga akilalaymanmi? Nafaslantirishning ovozlari orasidan u tuyuqsiz "Kaydi" deb to'ladi. Kaydimu tezlik keldi. Do'stimiz Viktoriya uni uydan elib kelgan edi. U o'zimi bilmayla Pavlga qarashga boshladi. Pavlning beliklariga gira soladi. Paypoqlarini selib adyalga urib o'ynaydi, kuladi. Allanimlarni bichirlaydi. Nafaslantirish mashinasining Pavlning hayotini saqlash uchun birdan ko'pib, birdan besilishidan chiqqan qush-qush ovozlar uni faqatla bezor qila olmaydi. Davolash guruhi kelib Pavlning yotqining oldida uning oilasidagilar va men bilan uning kasallik ahvoli haqida so'zlashyotdi. Pavlning jiddiy xarakterlik nafas qiyilishish alomati rakning tarqalishini tezlashtirayotgandek turadi. Uning qinidagi karbon oksidning miqdorimi ko'rinarli oshgan edi. Bu kanayga nayt selishni muqarrarlikka aylantirib qo'yayotdi. Butun uydagilarning yuraklari suv bo'lib ketgan edi. Paulning o'sma kasalliklar doktori telefonda bu jiddiy ahvolning yaxshilanib ketadiganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo naq maydondagi doktorlar bunday bo'lishiga ancha ishonch qila olmaydi. Men ulardan Paulning ahvolining tuyuqsiz nacharlab ketishini asliga qaytarish imkoniyatining zodi qanchalik ekanligini obdan bir dangzab ko'rishini o'tindim. U imkonsiz qayta tirildirishga muhtoj emas dedim men. Uning hayotini yana bir mezgil saqlab qilish imkoniyati bo'lmagan taqdirda u nafaslantirishni elib etib, Kaydini bag'riga besib olishini bakrak umid qiladi. Men Paulning yeniga qaytdim. U menga qaradi. Uning qop-qora ko'zlari nafaslantirish maskasiga qarab turadi. U menga ochiq qilib, "Tayyorligim bitdi", dedi yumshoq va tamkin ovozda. Uning bu degini nafaslantirish uskunasini to'xtatib, morfin, ya'ni heroinning asosiy tarkibi, kuchlik og'riq pasaytuvchi dori, yeb o'limga tayyorlanay degani edi. Uydagilar Paulning qaroridan keyingi qimmatli minutlarda uning atrofiga yig'ildi. Biz uningga muhabbatimizni va hurmatimizni ifodaladik. Uning ko'z chanoqlari yosh bilan to'lgan edi. U bizdan bir kunlari uning qo'l yozmasining nashr qilinishiga kafolatlik qilishimizni talab qildi. U menga eng oxirgi qitim "Seni so'yman" dedi. Biz bilan birga turgan doktor oldiga o'tib, "Pavel, sen ko'z yumgandan keyin oilandagilar hijron azobi tatudi. Ammo ularning muhabbati sen ularning orasiga tergan muhabbat urug'lari bilan texmi kuchaydi" dedi. Suman xotirjam mang'in enim deganida Jivanning ko'zlari Pavelga tikildi. Yuragim par holda eng oxirgi qitim Pavelning karvatiga chiqib, uning bilan bir yostiqqa bosh qo'ydim. Shu damlarda men Pavel bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan boshqa karvatlarni esga oldim. 8 yil ilgari biz doktorlikda o'qiyotgan vaqtlarimizda bovam uyda sakrat yotganda biz uning yeniga qo'yilgan qo'sh kishilik karvatda uning holidan xabar olg'ach yotgan edik. Biz uning holidan xabar olish mas'uliyatimizni ado qilish uchun she'rinay kunlarimizni qisqartgan edik. Biz bir necha soat bir qitim uningga to'g'ri ish kuzatdik. Har qatim Paulning bovamning pichirlab aytgan talablarini astoydillik bilan anglashlarini ko'rganimda uningga bo'lgan muhabbatim borgancha cho'nqurlashib boradi. O vaqtda biz Paulning buncha tezla o'lim girdobiga berib, kasal karvatiga tushib qolishini o'ylab boqmagan edik. 22 oy ilgari biz mushu doktorxonaning boshqa kasal karvatida Paulning kesligiga qo'yilgan diagnozni ko'rganimizda o'zimizni yo'qotgan edik. 8 oy ilgari Kaydi tug'ilgandan keyingi eng yaxshi uyquni bir-birimizni bag'rimizga bosgan holda uxlagan edik. Men bizning uydagi quruq qolgan rohat karvatimizni esladim. Buningdan 12 yil muqaddam Yali dashosidagi muhabbat qaynimga cho'kkan vaqtlarimiz yodimdan kechdi.
Shu vaqtda qandoq qilib bizning bir tan bir jon bo'lib ketganimizdan hayron bo'ldim. Hamda shu vaqtdan boshlab ikkimizning bir-birimiz bilan yugimashda kiralashgan vaqtimizda uyquning eng yaxshi huzurini suralaydiganligimizni esga oldim. Men mushu minutlarda butun vujudim bilan uning ashqul huzurini suralishini iltijo qilmoqdaman.